Bugun men sizlar uchun Farg'ona shahrining eng yaxshi bir lokatsiyalardan birida joylashgan ajoyib bir hovli topib qo'ydim. Bu hovli haqiqatda Farg'onada bitta bunaqasi hali men ko'rmaganman. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga Farg'ona shahrining Sadvin Savxoz hududida joylashgan 3,7 sotixdan iborat bo'lgan ajoyib hovli uy topib qo'ydim. Ushbu hovli uyda egasi hozir kirib ko'ramiz. To'liq o'zi uchun aslida qilgan, to'liq o'zi uchun qilgan ipidan, ya'ni asosidan tortib hozirgi kunigacha hamma yo'lni o'zi uchun qilgan. Lekin hayot ekan, ba'zi bir yaxshiliklarga, unaqa musibat yoki boshqa yaxshi niyatda Toshkentdan bitta uy olib, bu yoqdan yana bitta uy olib turib, chiroyli bir yaxshi niyatlarda sotishlikni reja qildilar. Shuning uchun buni hali biror bitta realtor chiqargan yo'q. Azizlar, men keldim-u, Alloh hamma yaxshi niyatli insonlarga nasib qilsin. Kirish qismi, eshiklar qaylar. Ushbu uyimiz oppoq, yaxshi niyatli, qalbi pokiz insonlarga nasib qilsin. Eshikdan kirganimizdan keyin qarayman, kirishdi ham eshikda. Kirasiz-u, chap tarafda kuxnyamiz, oshxonamiz. Oshxonani ko'rib men umuman hayron qoldim. Men aytib beraymi? Narxini oxirida aytaman. Bu uy narxni bilgan, bir narsani qadriga yetgan insonlar uchungina. Azizlar, yaxshi kofe ichib, bir choy kofe damlab yoki choy damlab yaxshi o'ynashib o'ylar. Chunki bu uyda har bitta detalini, har bitta narsasini aytmasam, bu narsani tushunmasligingiz mumkin. Bu uyda boshidan oxirigacha, hatto mana mebelni qaranglar, mebelni qo'qonli ustalar qilgan. Uyda boshidan oxirigacha hamma yo'qda qo'qonli ustalar, bilasizlar, qo'li gul, ziror ish qilishadi. Bu ishmanni ko'rib, subhanalloh, mebelni ko'rib men buni rangni ham tanlagan, ajoyib rangni tanlagan. Eng qizig'ini aytaymi? Ko'rib turgan hamma narsalaring qoladi. 99%. 1-2% o'zingizning ba'zi bir shaxsiy narsalarni olib chiqib ketadi, lekin hamma yo'q qoladi sizga. Bu uyda o'zi yashamaganlar ham hisobda. Ishoning, kelib ko'rganingizda albatta muhabbatli bo'lasiz. Oyoq tagidagi gilomlar Eronning gilomlari. Eron gilomlari. Gazlari mana bu qarang azizlar. Xolodilnikda subhanalloh Bosch Nimetskiy. Mana bular qaranglar azizlar. Subhanalloh. Avalon. Azizlar, uy shunaqangi pokiza, shunaqangi chiroyli qilingan. Mana mebellarni qaranglar azizlar. Subhanalloh. Между прочим, hamma kabellarda shunday mustahkam kabellar qilgan. Uy to'liq aqlli isitish tizimiga ega. To'pli pollar har bittasi nazorat qilinadi. Is ketib qolsa pasaytirishligingiz mumkin. Chiqqanimizdan keyin azizlar, chap tarafimizda yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi o'zi bitta narsa azizlar. Yuvinish xonasi endi o'zi bitta narsa. Qaranglar, mustahab qilishgacha hamma ibodat uchun sharoit yaratgan. Mana bu qarang azizlar. Bunaqangi odam mana qilsa, mana shunaqangi keng, mana shunaqangi chiroyli narsalarni qilsa, uyda egasi qanchalik darajada uyni ko'rib chiqqanimizni ko'rasiz. Pokiza insonligini, pokizalikka qattiq e'tibor berishini ko'rasiz. An-nazofatu minal iymon deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ozodalik, pokizalik iymondandir. Iymoni bor inson mana shunaqangi pokiza uyini ozoda ushlaydi. Men ko'p ahli ilm bo'lganligim uchun, uylarga ko'p kirganim uchun bunaqa uylarda juda ham kamdan kam ko'raman. Bunaqa ozoda, pokiza. Mana qo'qqis keldik, qarang, metdagi narsalarda qanaqa toza turishini qarang. Biz kelganligimiz uchun, biz kelganimizda uje mana shunaqangi ozoda, pokiza turganligini ko'rib turibmiz. Mana bu mebel italyanskiy mebel. Hamma yo'q qoladi. Italyanskiy mebel toza, joyida qarang, pokizaligini. Subhanalloh azizlar. Hammaga nasib qilsin. Tepani qarang, tepani ko'rsating, naqshlarini qarang, chiroyli ozoda eshiklarni qarang azizlar. Mana bu joyda mana aqlli qarang, Nimetskiy ekan. Buni qarang, qana aqlli, chiroyli qilingan isitish tizimiga endi gap bo'lishi mumkin emas. Wi-Fi hamma yo'q, nima desiz. Kelgandan keyin, eshikdan kirgandan keyin o'ng tomonimizda katta bir mehmonxona. Bu yerda alohida mehmonlar kirish uchun alohida mana bu yerda eshik ham bor. Alohida eshik ham bor. Bu yerda alohida azizlar umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mehmonxona ham o'ta ham katta emas, kichik ham emas. Mehmonxona ham o'ta ham toza. Ma'murlar ham
Mana bu italyanskiy mebellar deyildi. Mana bular kitayskiy. Lekin xo'p deng azizlar, qanaqa bunaqangi dizayndagi bunaqangi chiroyli haligi nima deydi buni go'rka deydi aytib yuborasizlar. Servantirni ruschasiga, o'zbekchasiga javon deydi, o'zbekchasiga adashmasam. Javonlar ham toza Xitoyniki ekan. Opa o'zi uchun olgan ekan. Oyoqdagi narsalar, bular laminatlar ham toza rossiyskiy. Ya'ni azizlar bu uyga tushungan tushunadi. Mana bu yerda hozir ko'rsatayım mana. Ustalar ham tushunadi. Ishni shunday toza qilgan, biror bitta joyda kelganda defekt topmaysiz. Shunga uy ham o'shanga yarasha narxi bo'ladi. Oxirida ishlasizlar narxini mana tepli pollarda nimasi nastroyka qiladiganlari. Endi azizlar bitta mehmonxonamiz, bitta oshxonamiz, bitta yotoqxona, kattalar yotoqxonasi, mana bu yerda yuvinish xonasi. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqish zinapoya, lestnitsa deydi ruschasiga, lekin o'zbekchasiga Trompaya deydimi, zinapoya deydi. Zinapoya qarang, bitta narsa o'zi. Bu ham o'zi yong'oqdan bo'lgan bo'lsa kerak, Allohu alam. O'ta ham go'zal, nafis qilingan, juda ham. Nima dedingiz? Bunga ham bitta like azizlar, men lyustrani nima deyapti? Bitta lyustraga baho beringlar. Mana shu lyustraga bitta like bosib qo'yinglar. Buni mana shunaqa uyni orzu qilib kutayotgan, oqtarayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'yasiz azizlar. Bu lyustra ham o'zi yarashgan shu joyga. Bu yerda qarang azizlar, televizorni qarang, ploskiy Samsung televizorlari. Bu yerda alohida bitta balkoni bor, chiqib bemalol balkonda o'tirib kofe ichishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, hamma yoqda hisobga olgan. Chivinlar kirmasligi uchun, pasha kirmasligi uchun hamma yoqda qilib qo'ygan. Bu yerda o'tirib, dam olib, opam pianino cholar ekan. Shu pianinoni olib chiqib ketaman deyaptilar. Demak, bu yerda o'tirib, pianinolar cholib, dam olib o'tirasiz. Siz endi mutolaa qilasiz. Bu yerda mutolaa qilasiz. Bu yerda kelganingizda bitta farzandingizni uylayman siz. Yosh farzandingiz uchun, ya'ni yotoqxona, bu yerda san o'zi yuvinish xonasi, qarang, chiroyli qilib qo'yilgan. Juda ham pokiza, juda ham chiroyli qilgan. Mana bu yerga yotoqxona qilib berasiz. Yosh kelin-ku farzandingizga chiroyli yotoqxona tushadi bu yerga. Tepli pollar bor, hamma yoq qilingan, radiatorlar qo'shimchasiga qo'yilgan. Azizlar, uyga men shaxsan oshiq bo'ldim. Qanday oshiq bo'ldim? Niyat qildim, Xudo xolasa, mana shunaqa uylar nasib qilsin. Alloh asrasin dunyoga muhabbat qo'yishlikdan. Dunyoga muhabbat qo'yishlikdan Allohning o'zi asrasin. Chunki bugungi kundagi sizni bizni qilayotgan barcha xatolarimiz shu dunyoga muhabbat qo'yganligimizdan bo'lyapti. Kulli xatoin yuhibbul degan mavzumunda shunaqa bir hadis bor, ya'ni barcha xatolarni sababi bu dunyoga muhabbat qo'yishlik. Shuning uchun bunaqa uylarga muhabbat qo'ymaymiz, lekin oilamiz uchun mana shunaqa sharoitlar qilib berishni hamma inson niyat qiladi. Hamma yaxshi niyatli insonlarga shunaqa uylar nasib qilsin. Endi qarang azizlar, metga bitta yana oila uchun yashash uchun bitta yotoqxona bor. Qarang, katta yotoqxona. Bu joyga ham bir farzandingizni uylashingiz mumkin. Masalan, bemalol kelin-kuyov yashashingiz mumkin. Mebellarni qarang azizlar. O'ta ham subhanalloh, mebellar ham o'ta ham go'zal, hamma yoq shinam qilingan. Qarang, men hayron bo'ldim. Nima uchun sotyapsiz, opa deb birinchi o'ylasam, yaxshi niyatda Toshkentda bitta uy oldik va bu yerda bitta uy oldik. Ya'ni o'zimizni yaxshi niyatdagi niyatlar, rejalarimiz asosida sotyapmiz dedim. Endi men kirganimda yana bitta родительский ota-onalar uchun deydi, chunki yuvinish xonasi ham mavjudda. Bitta katta yotoqxona yana. Har bitta xonadagi mebellar qarang. Bu yerda zikr qilingan azizlar, bu yerda zikr qilingan, mana Qur'on o'qilingan bu yerda. Subhanalloh, nechta Qur'on deysiz mana. Inshaalloh bu joyda yaxshi insonlar yashayapti mana. Demak azizlar, bu uyga Allohning rahmati yog'ilingan. Xonadon barakotli xonadon. Bu uyda Qur'on tovushi eshitiladigan xonadon. Azizlar, qarang, tepli pollardan tashqari radiatorlarimiz mavjud. Mana bu nimalarimiz ham subhanalloh, amayta o'rtasida ochilar ekan, qarang. Hamma yo'q. Bu ishni sifatiga qadriga yetadigan insonlarga yarashadigan uy. Kelinglar. Endi demak bu yerda yuvinish xonasi, yana bu yerda oila yashasa bo'ladi, yuvinish xonasi alohida. Men bu xonani ko'rsatmadik-a? Bu ko'rsatdingmi? Ko'rsatmadik. Va subhanalloh, bu joyda nima deb o'ylaysizlar? Aytinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Kim mana shu turganimda topgan insonga bitta mendan sovg'a.
kommentda yozing. Kommentda yozing. Bu men topdim degan insonga bitta ofisimizdan bitta soat beraman. Kim mana shu yerda nimaligini topsa. Men bunaqa uyni ko'rmaganman. Bu joyda azizlar, subhanalloh, kirib maza qiling. Hammamizga mana shu uy nasib qilsin. Qarang nima. Garderobni deydi-ku, bu joyda qarang. Opani tillolari, opa ham shuni ko'ngli xotirjam ekan, qimmatbaho narsalar hamma yo'g'ini shuni tashlab chiqib ketdi. Qimmatbaho tillolarini nima deysiz, taqinchoqmi, hamma yo'g'ini uyda qarang azizlar. Qora aka, men sizga ishonaman deb bo'ldi. Allohga omonat. Hatto omonat bo'ldi. Azizlar, qarang. Bu faqat kiyinib yechinadigan bitta insonni o'zini uy egasining narsalari turar ekan. Subhanalloh. Bu uy faqat shu narsa uchun. Azizlar, men maza qildim. Uyda qarang, har bitta xonada cho'pli polda nimasi bor. Azizlar, shu yerda to'xtatmaymiz aytmoqchi. Biz hozir sizlar bilan suhbatimizni tashqaridagi hovlidagi yana qo'shimchalarni ko'rsataman-da, undan keyin narxni aytaman. Lyustra nima deyapti azizlar? Lyustra nima deyapti azizlar? Yuringlar, bitta endi pastga tushamiz. Operator bilan tushamiz, unga qarab aytamiz. Azizlar, ichkarilarni ko'rib chiqdik. Tashqari atmosfera nima deyapti? Mana qarang, barbekyu zona. Mana bu yerda qozon, mana qarang, gap bo'lishi mumkin emas. O'ti ham, mana bu mramorlar, toza mramorlar, patologgacha, oddiy emas, patologgacha mana bularni qo'yilgan bularni mramorlarda azizlar gaz, suv. Azizlar, mana bu narsalar ham o'tiradiganlar eng tozalaridan qo'yilgan, oilaviy o'tirib maza qilib hayot kechirsangiz bo'ldi. Yashab bering bo'ldi azizlar. Endi narxiga kelsak, ushbu uyimizning narxi nech pul? Tuya nech pul desa, 1 tanga desa qimmat degan ekanda bitta odam. Endi bittasi kelib tuya nech pul desa, 1000 tanga desa arzon ekan deb olib ketgan ekan. Shuning uchun buni qadriga yetganlar biladi. Mana ustalar ham oxirgi ishlarni qilyapti. Mana shu yerda o'zini usta nech pul yopishtiryapsizlar? Mana shuni bitta granitlarda kvadrat 190 ming. Qarang, bu uyda qiyincha opam ham o'zi yo'q, chochiga oq tushib ketibdi. Bu uyni qurgan odam biladi qanaqa qilishni. Bu uyni o'zi uchun qilgan, lekin yaxshi niyatda sotilyapti. Shuning uchun azizlar, ushbu uyimiz bir uyda qadriga yetadigan insonlar biladi. 335 ming so'rayapmiz azizlar. 335 ming so'rayapmiz. Sunnatiga o'tib beramiz. Kelasizlar, ko'rsatamiz. Batafsil yana ma'lumot beramiz. Demak, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumot beramiz, olib kelib ko'rsatamiz va albatta baraka qilib oldi sotini oxirigacha o'zimiz sizlarga yakunlab beramiz. Zinat, sifat va ishonch belgisi azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar azizlar.